Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Mana biz ham ishimizni boshlab oldik. Shu yerdan teplitsa qurish jarayonini boshladik. Xudo xolasa issiqxona qurib, teplitsada endi qovun tarvuzlarimizni xudo xolasa teplitsada yetishtiramiz. Shunday qilib jarayon boshlandi. Shu yerga ishni boshlayapmiz. Mashinasiga chetlarga olib teplitsa quryapmiz. Xudo xolasa bizni kuzatishda davom etingizlar. Har doimgidek layklarni bosib, podpiskalarni bo'lishni esdan chiqarmangizlar. 1 gektar teplitsaga qancha material ketadi, qancha temir ketadi, qancha klonka ketadi, qancha xarajat bo'ladi, usta haqi qancha bo'ladi, hammasini qo'yib boraman. Har doimgidek nima ish bo'ladi, nima qo'yadi. Mana shu joyda olganmiz, mana 1 gektar joyga teplitsa qilyapmiz. Bizni kuzatishda davom etingizlar. Like, podpiskani ayamasalaringiz bo'ldi. Qancha like, qancha podpiska bo'laversalaringiz odamning kayfiyatiga, ruhiga kayfiyat qo'shib, xullas tuyog'iga tilimiz ham kelishmaydi-da, gapni ochig'i. Like'ni bosib, podpiska bo'lib tursalaringiz bo'ldi, biz sizlarga qo'yib boraveramiz. Qancha temir ketdi, qancha klonka ketdi, oxir xarajatlar qancha bo'ldi, hammasini aytib boraman. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar, bizni kuzatishda davom etingizlar.